Гульбаков, пойдемте к нам. Спасибо, что с нами. Также за весомый вклад в индустрию. Добрый вечер всем. Добрый. Assalomu alaykum. Men sizlarga o'xshab Yakkasaroy, Versal, yana bir narsa joylarda to'yda yurmasman. Lekin biz borgan paytdagi to'ylar boshqacha bo'lgan. O'zbek san'atining xirmoni ancha pasayib qolganini bilsanglar, men xursand bo'lardim. Chunki faqat to'y emas, sahnalar, o'sha haqiqiy milliy sahnalarimiz jonli ijroli ko'p bo'lishi kerak. Sizni ko'rganimdan g'ohirga xursandman. Mendan iltimos qilishdi, o'sha ikki qator ashula aytib bering deyishdi. Men ketsam bo'lmaydi. Sherali Jo'rayev bo'lganda ikkalamiz duet aytardik. Xudo rahmat qilsin, mana shunday katta san'atkorlar bilan bir nimada ishlab, mana shu darajalarga yetdik. Lekin Hasan Rahmat mana shunaqa nazarga olib, men nimaga chiqdim, o'zim hayron qoldim. Sani yavr janonim, sog'indim men, sog'indim. Qadis sarvi qiramonim, sog'indim men, sog'indim. Necha kundir judodirman, jafoyim taladirman. Ketib bu sabr samanim, sog'indim men, sog'indim. Ketib bu sabr samanim, sog'indim men, sog'indim. Sog'indim men, sog'indim. Sog'indim men. Ben bir voqeani aytib bermoqchiman azizlarim, mana shu foydalanib. Biz bir safarda yurdik, avtobusda kelyapmiz, men shofer haydayapti, Gulbahor, yana bitta kishi bor edi. Gulbahor, bir ham ovozingni yaxshi ko'raman, bitta jonli aytgin dedi. Ikki kishi o'tiribmiz, eshitadiganlar, ikkita avtobusda. Shunaqa aytdi, ikkalamiz shofer bilan dod deb o'tiribmiz. Mayda boyim sumkam qolib ketdi, qistirib olardim. Hayotimda qistirmaganman pulni. Ashula qolmasdi. 40 minut ashula aytdi. Ikkita muxlisga 40 minut mazza qilib eshitdik-da. O'sha Aysinga jon bilan tabandaman, mehri ravshandil bikim tabandaman, mehri ravshandil bikim tabandaman. Ko'rkalik yuzing gülistanim ko'zim, zavq birla gul bukimdir handaman, zavq birla gul bukimdir bandaman. Oyizingga jon bilan tabandaman, mehri ravshandil bukim tabandaman, mehri ravshandil bukim tabandaman. Hafizimizni joylari jannatdan bo'lsin. yashang. Yana davomini aytaman. Shu bilan keyin ashula aytdi Gulbahor. Oxirida aytdim, men tushundim. Jamshid akam aytardi ilgari to'ylarga borganlarimizda. Ashula endi jonli aytyapti. Pullarni qistirib olar ekan, uyga pulim qolmadi, xotin hammasini qistirib yubordim deb kelar ekan erlar. Shunaqa joniga kirib, mana shu qo'shiq aytib erkaklar jinni bo'lib qolar ekan, hamma pulni qoldirib ketar ekan. O'sha kuni pulim yo'q edi, qistirib yuborardim dedim. Rahmat.